MMA sportidagi yangiliklar kundan kunga kuchayib bormoqda va kuni kecha yilning eng zo'r MMA kechasi bo'lib o'tdi va UFC 254 barchaga Habibning yengilmas jangchi ekanligini isbotlab berdi. Habib MMA sportidagi eng zo'r jangchilar reytingida birinchi pog'onaga chiqib oldi. Faqat hozir men sizga Habibning mag'lubiyatga uchragani haqida gapirsam ishonasizmi? Habib Nurmagomedov MMA sportidagi karyerasini boshlashdan oldin unda ham mag'lubiyat bo'lgan. Habib uchun shu omadsiz kun 2008-yili jangovar sambo bo'yicha Rossiya birinchiligi finali bahsida haqiqatga aylangan. O'shanda Burgut 68 kilogramda jangga o'tkazgan. Raqib esa Checheniston Respublikasidan tajribali Magomed Ibragimov edi. 20 yoshli Habib o'sha vaqtning o'zida sport ustasi unvonini olib ulgurgandi va kommentatorlar uni kelajagiga bor deb maqtashgandi. Har ikkala jangchilar ham jangga faol kirishdilar. Albatta ehtiyotkorlikni unutmagan holda. Ibragimov qo'li bilan bir nechta zarbalarni o'tkaza oldi. Burgut bunga javob qaytarishni ham uddalay oldi. Teng kurashlarda o'tgan jang o'z nihoyasiga bir xil ochkolarda tamomlandi. Hamma narsa hakamlarning qo'lida qolgandi. Ular g'alabani Ibragimovga berdilar. Mana o'sha mag'lubiyatdan keyin yillar o'tdi. Burgut bugungi kunga kelib o'zini sovuqqonligi va qo'rqmas yuragi bilan dunyoni larzaga keltirib ulgurdi. MMA'dagi statistikasi 29-0 ga teng bo'ldi va o'z nomini MMA sportiga o'chmas qilib yozib qo'ydi. Yana shunday sportchilarni yaqin kelajakda ko'ramizmi? Bilmaymiz. Shuning uchun ham shunday afsona bilan bir zamonda yashayotganimizdan faxrlansak, albatta videoyimizga o'z laykingizni ayamasdan bosib qo'ying. Eng muhimi esa doimo sog' va salomat bo'ling.